Assalomu alaykum tunuka fonchustakalar. Mana navbatdagi qaychilarimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa egalariga dastavka qilib beryapmiz. Bunisi Bo'stonogimiz Qashqadaryo, Qarshi shahri Kaspiy rayoniga ketyapti. Hop, bu 2 ga 2 burchak oladigani. Xudo xolasa metkali qilib berdik ustakamizga. Nasatkalarni yechib sitkaga solib beramiz. Shu borguncha shikastlanmasligi uchun. Hop, keyin do'ppichasi ham bor. Bu yog'i 15 ga 15 rasxoddan chiqadi. Podyomi 1,5 sm bo'rtib turadi. Do'ppicha to'rtburchak. Bu yog'i o'sha oddiy, prostoy do'ppichamiz. Keyin mana bu yoqda yana keyingi qaychilarimiz tayyor bo'lyapti. Bunisi 1,5 ga 1,5. 92 ta 3 ga 3, burchagi 3 ga 3 oladi. Razmerlari bu yoqda ham bor. O'sha suruv olib ishlatsa bo'ladi. 45imiz eng kichkinasi 5 sm ga zo'r kesadi. 92 ta razmer bu yoqda ham bor. Surib qo'yib ishlatsa bo'ladi. Buni Angren viloyatiga qilib berdik. Angren shahariga. Uzunligi 1,80, 1,75 tunikani bemalol kesadi. Mana bunisi ham xudo xolasa tayyor. Bular ham bitsa obzor qilib ko'rsatib qo'yamiz yana. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Yangi Qo'rg'on shaharchasida.